Man Yo'ldosheva Tojixon, Toshkent oblasti Toshkent tumanidanman, Qizilko'prik mahallasidan. Har yili qizim, qaynsinglarim bilan Farg'ona oblastidagi Chimyon sanatoriyasida dam olardik. Bu yil esa bu yerda Koinot Kavsar olami sanatoriyasida dam olyapmiz. Bizga juda ham yoqdi, sharoitlari juda yaxshi, xonalari ham yaxshi, lecheniyalari ham bir yaxshi ekan. Bizda endi bo'g'im kasal, hozir qarigandan keyin hammada har xil kasal bor. Bu yerda shu kasalliklarning hammasiga davo bor ekan. Xudoga shukr, mana 5-kun yaxshi davo olyapmiz. Men Hojibekova Muqaddas, Toshkent oblati Qizilko'prik mahallasida turaman. Yaxshi, mana yilda keyin bilan sanatoriyalarga boramiz. Mana bu yerda eshitib keyin ham olib keldilar. Yaxshi. Hamma sharoitlari joyida, doktorlari ham joyida, medsestra, hamshiralar yaxshi qarashyapti. Meni o'zim ham yaxshi, kelganimdan beri yaxshiman, Xudoga shukr. Lecheniyalari ta'sir qilyapti. Shu yerda ishlayotgan hammaliga minnatli rahmat. Kelinglar sizlar ham sanatoriyaga, gap yo'q. Tozalig'iga, bu nimasiga, doktorlarning qotgan xizmatiga rahmat hammaliga. Mana ki o'tiribmiz. Zo'r. Shu bu yilgi bu sanatoriyani Ramazon tuhfasi qilib 50% chegirma qilishganiga xursand bo'ldik. Albatta, chunki albatta hali yarim pulini to'lash hammaga ham yoqadi. Lekin lecheniyalari juda hammasi joyida, yaxshi. Saharli ham qilib berishyapti. Ha, saharlik qilib berishyapti, iftorlik qilib berishyapti. Men ro'zaman, Xudoga shukr. Ro'za tutyapman. Tayyorlab olib kelib berishyapti xonamizga. Minnatdormiz. Giyoh suvlarni, mana qatiqlarni vaqtida soat-soatida tarqatishyapti. Rahmat hammaliga, rahmat. Omadligini bersin. Tanligi sog', umrligi uzoq bo'lsin. Hech ham charchamasin.